Assalomu alaykum. Bugun yana dasturda bu hayot ko'rsatuvi. Er-xotin janjali to'g'risida gaplashamiz. Ko'p hollarda er-xotin bir-biri bilan g'alaba uchun kurashadi. Bir-birini haqligini bir-biriga tushuntirish xohlaydi. Bir-birini eshitmaydi. Shu borada bugun savolimiz bo'ladi. Biz bilan qoling, qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni o'zini g'alabasi uchun, to'g'rimi? Yo, men buni to'g'ri deb bilmayman. Avvalo oila qurilimi, oilalimu oilasini g'alabasi uchun ikkalasi kurashish kerak deb o'ylayman. Bo'lmasam deylik, er o'zini g'alabasi uchun, xotin o'zini g'alabasi uchun bo'ladigan bo'lsa, bu oila emas. Men shunaqa deb hisoblayman. Chunki oilada birdamlik bo'lishi kerak. Birga harakat bo'ladigan bo'lsa, bitta natija bo'ladi. Nimadirlarga erishiladi. Bekordan bekor aytilmaydi-da, turmush o'rtoq deb. Bu hayotda sizni turmush o'rtog'ingiz, ayolingiz bu sizni kerakli joyda motivatsiya olasiz, kerakli joyda unga motivatsiya berasiz. Xuddi shunaqa narsa. Umuman olganda er-xotin bir-birini qo'llab yashash kerak bu hayotda. Bo'lmasa bo'lmaydi, u qanaqa hayot u. Yashagandan yashamagan ma'qul, ma'lum fikrim.